Assalomu alaykum. Mana hurmatli kuzatuvchilar, oldinroq lazerda ko'rsatgandik. Kafi 90 gradusni to'g'ri qilishgan. Bunda metrda o'lchab ko'rsatishdi. Ko'ramiz. 10 santimetrga to'g'rilab olamiz. Millimetrgacha aniq kelishligi uchun. Mana 90 santimetrga chizib olamiz. 80 santimetrlik o'zi aslida. Xo'p, endi burchagidan 60 ga 1.20 kafil bu. 60 ga 80 joyi o'lchab olinyapti. Bunaqasiga 60 burchagi, bunaqasiga 80 santimetr, 1 metrga to'g'ri kelishi kerak. 1.10 joyiga chizyapmiz. Shunda 1 metr 10 santimetr tashlangan hisobiga. Bunda 3 millimetrcha radiansiya berib qolyapti. Mana yaqinroqdan ko'rishingiz mumkin. 3 millimetr. Hozir video oxirigacha ko'ring, to'g'ri kafilni ham qo'yib ko'rsatamiz hozirga. Mana bu 90 gradus tekis kafilimiz. Bunda 10 santimetr joyga yana qo'yib, mana bunda ham xuddi shunday 90 ga o'lchab chizib olyapmiz. 80 santimetr. Xo'p. Burchagidan o'lchaganimizda 10 santimetrga to'g'rilab qo'yib olamiz mana. 1.10 chiqadi, 1 metr aslida. Millimetrgacha aniq olib kelganda. Mana yorug'lik yaxshi maqmayapti chizgan joyimizga. Hozir telefon yaqinroqdan olib ko'rsatamiz. Xo'p. Mana ko'rishlaringiz mumkin.